Cesur kichik to'shqanchoq. Avtori Mikel Escoffier. Bir kuni Cesur kichik to'shqanchoq o'rmonda sayl qilib ketib, oldida bir dal savzni ko'rib qopti. "Vo, savza!" debdi va sakrab berib savzni olib, uzun ishtal tishi bilan bir tishlab ekan, girt qilib ovoz chiqibdi. "He he he" deb kulibdi daraxtning kendiga o'shirinib turgan bo'ri. Aslida bu bo'rining bir to'ziq ekan. Remsiz bo'ri bir otlapli kichik to'shqanchoqni tutib olibdi va uni zavodga olib menish uchun yo'lga chiqibdi. "Qattiq ishlashing kerak. Ishlamagan toshqonlardan toshqon go'sht konservatsiyasi etaman" deb tahdid sapti bo'ri yo'lda mang'ach. Zavodning ichida nurg'ulg'an kichik toshqanchoqlar bor bo'lib, to'xtamasdan toshqon tutish qopqini yasayotgan ekan. Bo'ri bu qopqonlarni atrofidagi bo'rilarning texmi ko'p toshqon tutish uchun setib berdi ekan. "Lekin bu adolatsizlik" debdi Jasur kichik toshqanchoq. "Hayot degan shundoq, buningga boshqa choramiz yo'q" debdi toshqonlar qattiq ufsinib turib. Jasur kichik to'shqanchoq qattiq tirishib ishlashga boshlabdi. Atdiganning kechgacha to'xtamay ishlabdi. Kech bo'lganda qattiq charchab ketgan to'shqanchoq ig'ir badanini so'rab uxlag'ili karavotga mengibdi. O kun kechida to'shqanchoq tushida o'zi yashaydigan go'zal o'rmonni ko'ribdi. Nima degan xushpuroq tuproq buruqi, yeshil chimanlar. Bir kuni kechida Jasur kichik to'shqanchoq boshqa to'shqonlarni yig'ib, qutulish planini aytibdi. "So'ng yordam qila olmaymiz" debdi to'shqonlar. "Bo'ri bek rahimsiz, agar qochib ketsak, hammamizni tutib olib yeb etadi" debdi. Lekin Jasur kichik to'shqanchoq allabirun butun planni tuzib bo'lgan ekan. Ertasi deganda kichik to'shqanchoq ishlashni rad qilibdi. Kamirdan chiqmay o'ltiribdi. Bo'rining ko'zlari ochiqdan yo'g'nab ketibdi. "Darhol berib ishla, hey qul, bo'lmasa seni tishlarimning orasida sayli qilg'uziman" debdi. Lekin Jasur kichik to'shqanchoq faqat javob bermay jimjit o'ltiribdi. Remsiz bo'ri ochchig'i bilan bir etlibla ushluq o'tkir tishlari bilan to'shqanchoqni bo'rini tishlab ekan, girt qilgan ovoz chiqibdi. Aslida u bir o'yinchoq to'shqan ekan. Toshqonlar darhol qopqon bilan bo'rining putlarini chiy bog'lab olibdi. Bo'ri gum qilib yerga yiqilibdi. "Voyjon!" deb varqirabdi bo'ri. "Yashson!" deb churqirishibdi toshqonlar chavakchilib. U kundan boshlab toshqonlar davomli zavodda ishlashga boshlabdi. Lekin bu qatim o'zlari uchun ishlabdi. Atrofdagi o'rmonlikdagi toshqonlarning texmi ko'p bo'ri tutish uchun ular qopqon yasab beribdi. "Qaranglar, qopqon qarg'a keldimi nima?"